Hop, buni narxini u 50 mingga 100 ming o'tadigan bo'lsa aytmay qo'ying. Boradi. Bitta narsa aytaymi? Bu video davomida hamma videoda kuzatib boramizda, to'g'risiga bizning kanalimizda hali bo'ladi, bo'lmaydi degan narsa bor. Bu dit, ne bu dit degan narsa bor. Misol to'g'risi gapda. Yangimiz bittadan like-ni bosib, otangga rahmat deb kommentariyaga yozib qo'ysa bo'ldi. Endi u narsani yozish uchun biz obunachilarimizga qo'ygan narximiz yoqish kerak emas. Albatta yoqadi. Hozir men narxini shunday qo'yaman. O'z obunachilarimiz ikki kishi olib qo'yishadi bu qo'yda. Xudo xolos. Assalomu alaykum. Muhammad Uz kanalining obunachilari va YouTube'da bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, kanalimiz a'zolari. Sizlarni Muhammad Uz kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bosayotgan like'laringdan, yozayotgan kommentariyalaringdan Alloh rozi bo'lsin deya 2025-yil 16-dekabr chorshanba tongi hammalaringga fayzli va barakotli bo'lsin deya bugun biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar yig'ilgan saroydamiz. Saroyda Zuhriddin do'stimizning mini qo'y fermalariga tashrif buyur. Bu yerda sotiladigan qo'zi-qo'chqorlar to'g'risida sizlarga video davomida batafsil yoritib boramiz. Sizlardan bir donadan like-ni bosib, kommentariyaga o'z fikr, mulohazalaringizni qoldirib borasizlar. Assalomu alaykum. Muhammad Uzning ashaddiy obunachilari. Keling aka, yaxshimisiz? Sog' salomat. Qo'ylarni olib kelib oldingiz, xudo xolasa. Qo'ylarni olib kelib oldik, xudo xolasa. Qo'ylarni ham o'sha yem yeb turgan joydan olib keldik. Yem yeb turgan yerdan, xudo xolasa. Yem yeb turgan joydan. Xo'p. Endi bularda bular to'g'risida birin-biri Zuhriddin do'st ma'lumotni berib boraverasiz. Obunachilarimizga xudo xolasa yoqadigan yaxshi niyatda mana chiqarishni boshladik. Buni xo'p, Zuhriddin do'st bular soniga nechta? Soniga bular birinchi partiyasi xudo xolasa 10 ta bular. 10 bosh. Bitta obunachimizni qo'yi xudo xolasa. Bir martada olib qo'ya olishadi xudo xolasa. Xudo xolasa. Yemni berib, hoyi go'sht yo'nalishiga olsin. Zot yo'nalishiga olsin. Ham go'sht yo'nalishiga, ham zot yo'nalishi. Bu qayerda ketdingiz buni? Bular Tojikiston. Tojikiston Hisori. Elita variantidan ekan-da. Elita. Xudo xolasa shu so'zingizdan ma'lum, hali go'sht yo'nalishida ham, zot yo'nalishidan deganingizga qo'chqorlar uzunligiga e'tibor bering. Qo'chqorlarni uzunligi yo'qdi xudo xolasa. Elita variantda bekarga aytmadilar. Xo'p, xudo xolasa bular bugungi odorni necha partiya chiqaramiz? Ya'ni yomg'ir ham rosa kuchayyapti. Bugungi ilk partiya xudo xolasa ozgina-yu sozgina. Ozgina-yu sozgina xudo xolasa. Puli ham yengil bo'ladi bular. Puli ham yengil. Xo'p, bular to'g'risida endi ma'lumotlarni. Bularni xo'p, yosh oyligi qanaqa buni? Bularni yosh oyligiga kelsak, 11 oydan 12-oyga qarab ketyapti. 12-oyga qarab ketyapti. Xo'p, buni bo'ylari qanaqa atrofida? Nima? Bo'ylari xo'p 80 plyusga olishaveradi-yu, ishonishmasa o'lchab ham beraveraman. O'lchab ham beraverasiz. O'zi qo'chqorlikka kelib qolibdi o'zi hammasi. Kelib qoldi hammasi. Katta. Xo'p, bular yemda turganmi deyman? Bularni o'sha yem yeb turgan joydan olib keldim. Yem yeb turgan joydan olib keldim. Olgan odam qo'rqmay yemini berib, shunday olib ketib yemini beraveradi. Yemini beraveradi, xudo xolasa. Xo'p, bularda yosh oyligini 11-12 oylik deyapsiz, ha? Bo'ylari 80 plyusga. Minusi yo'q, xudo xolasa. 80 plyusga olib 80 plyusga. Xo'p, endi bitta narsa bor, hamma narsani eng qiziq joyi buni narxida. Endi buni narxini qanaqa deymiz endi? Qani bismillahirrohmanirrohim. Obunachilarga barakatli bo'lsin, hammamizga barakatli bo'lsin. Avvalo assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana bir bor siz obunachilaringizga. Xo'p, biz yangimiz. Bittadan like-ni bosib, otangga rahmat deb kommentariyaga yozib qo'ysa bo'ldi. Endi u narsani yozish uchun biz obunachilarimizga qo'ygan narximiz yoqish kerak emas. Albatta yoqadi. Hozir men narxini shunday qo'yaman. O'z obunachilarimiz ikki kishi olib qo'yishadi bu qo'yda. Xudo xolasa. Ozgina 10 dona birinchi partiyaga chiqaramiz. Keyingisiga ham yengil qilib bitta chiqaramiz. Yengilib ketaveradi, xudo xolasa. Ikkita obunachilar olishadi bo'ldi o'zi. Xudo xolasa. Ikki kishi boqadigan qo'y bular. Inshaalloh. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini nech pul qilib beramiz buni? Narxini bir joyga bo'lsa 4,5 dan olishsin. 4.500.000 so'mdan bir joyga 10 tani olishsin. 4.500.000 so'm. Siz obunachilaringizga. Endi buni narxini 4,5 million so'm obunachilar nima deyapti? Qani, xudo xolasa, hoj jonivorlar. Bular ham panaga qochdi, uyali bo'pti. Endi yomg'ir yog'yapti-yu. Hoj jonivorlar. Obunachilar yomg'ir ham avjiga chiqdi, xudo xolasa. Allohning barakalari yovulyapti. Xo'p. Endi bitta narsa bor.
Qani bismillahirrohmanirrohim. Endi buni narxi tortishamiz. Obunachilar taraf men bo'laman, siz o'zingiz taraf bo'lasiz, to'g'risiga. Bo'ldi. Chunki biz Xudo xolasa qo'ygan narxingiz obunachilar yoqish kerak. Avvalo 4,5 million so'm ham yaxshi, yomon emas. Lekin bu yerda biz ham borlig'imizni bilish kerak-da. Buni narxini bitta narsa. Hammasini bir joyga nechta qilib berasiz? Hammasini bir joyga bo'lsa, siz obunachilaringiz men Muhammad Uz kanaldan ko'rib telefon qilyapman deysin. Mashina xayrisi bilan bir joyga bo'lsa 4 million 450 ming so'mdan yetib boradi. Bitta narsa aytaymi? Bu video davomida hamma videoda kuzatib boramiz-da. To'g'risiga bizning kanalimizda hali bo'ladi, bo'lmaydi degan narsa bor. Bu dit, ne bu dit degan narsa bor. Misol to'g'risi gapda. Hop, buni narxini u 50 mingga 100 ming o'tadigan bo'lsa o'tmay qo'ying. To'g'risiga. Chunki bizning kanalimiz mana bugun birinchi marta qo'y sotish bo'yicha mana qo'yishni boshladik. Bu qo'yayotgan narxingiz avvalo yo'qsin. Bizning obunachilarimizga bozorda 5 millionlik qo'chqardi. Meni kanalimda ko'rib turib 4 million 700 mingga olsa misol, albatta 300 ming, 200 ming arzon olsa obunachilar sizga ham rahmat aytadi, bizga ham rahmat aytadi. Avvalo 10 ming bo'lmasa, 1000 so'm bo'lsin, barakali pul bo'lsin. Buni narxini yopishtirib aytingchi. Buni narxini bir joyga olsin. Qarang, siz obunachilaringiz shunda telefon qilib, men o'sha Muhammad Uz kanaldan men ko'rib turib telefon qilyapman deysin. Mana uni bor yana tushdim. 4 million 400 ming so'mdan bir joyga uylariga shunda yetib boradi. Qani 4 million 400 ming so'mdan, ha? Qani bir ko'rsa. 4 million 400 ming so'mdan. Xo'p. Endi bitta narsa bor-da Zohriddin. Xo'p, 4 million 400 ming so'mdanga hammasini bir joyga deyapsiz, to'g'rimi? Ya? Xo'p, buni ichidan tanlab olsa qanaqa bo'ladi endi? Buni tanlab olish qanaqa atrof, qanday ketadi endi buni? Masalan, ichidan shu yuragini sug'urib oldim deysa, gulini, zo'rini deydi-yu, ha? Zo'rini olamiz deysa, nech pul bo'ladi buni narxi? Buni endi arzon deb qo'ydim, ha? Hop. U tanlab olsa, masalan, men mana deysa, narxini ko'tarib, uni bunaqa bo'ladi. Arzon dedimmi? Uni tanlab olsin, hali 200 ming, 300 ming beradi demayman. 100 ming so'm pulisi bo'ladi. Mana ketaveradi. 4,5 million so'mdan. Siz obunachilaringiz shunday tanlab olsin, u haliga 200 ming qo'ydim, 300 ming ustiga deb tanlab oldingiz deysa yo'q. 100 ming so'm ustiga pulis bo'ladi, 4,5 million so'mdan tanlab olishaversin. Bitta narsa aytaymi? Sheyda bitta obunachilar taraf bo'laymi? Endi işte kanalimizga bugun birinchi qo'yishimizda mana yomg'irda bo'lsa ham keldik xonadoningizga. Bitta narsa bor, ha. Endi qani bismillahirrohmanirrohim. Savdoni men qilaman. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin. Avvalo. To'g'rimi? Baraka bo'lmasa qiyin. Qiyin. Mana bu narsani hammasini bir joyga oldim deganga 43 tonga qilib berasiz. 4 million 300 ming so'mdan qilib berasiz. 4 million 300 dan hammasini bir joyga ketaveradi. Bu narsani so'rashim noto'g'ri, lekin agar ozgina bo'lsa ham foyda qilayotgan bo'lsa, kanalimiz rivoji uchun birinchi marta beravering. Ko'p foyda qilmas, oz foyda qilsin, foydalanayman undan. Siz obunachilaringizga, siz ham o'zingizga aytmaydi. Mana uni hammasini bir joyga bo'lsa 43 dan berdim mana. 4 million 300 ming so'mdan. Tanlab olsin. Mana uni 4 million 400 ming so'mdan beraman. 4 million 400 dan. 4 million 400 ming. Tanlab olsa. Ichidan zo'rini terib olsa. Nechta? Bitta ham. Bir dona bo'lsa ham bir dona. Uka menga o'sha zo'r yo'qdi, bittasi yo ikkitasi yo'q desam, o'sha narxga ketaveradi. O'sha narxga ketaveradi. Baraka. Qani obunachilar, bismillah. Hoj jonivorlar, obunachilar mana Xudo xolasa 4 million 300 ming so'mdanga hammasini bir joyga so'raganga ketaveradi. Ichidan tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa 4 million 400 ming so'mdan yoqtirganingiz tanlab olaverasiz. Bemalol Xudo xolasa. Qo'chqorlarda qaysi bir yoqsa 4 million 400 ming so'mdan mana ketaverar ekan Xudo xolasa. Xo'p, Zohriddin keyingi partiyamizga qanaqasi chiqadi Xudo xolasa? Keyingi partiyasiga 8 dona bor. 8 dona. Ha, 8 dona. Ular ham Xudo xolasa zo'rlari. Ha, zo'rlari Xudo xolasa. Bo'lmasam biz hop, keyingi partiyamizga navbatga o'tamiz Xudo xolasa. Mana ikkinchi partiyamizni ham olib chiqib oldik. Zohriddin do'st, bular to'g'risida ma'lumotlarni berib boravering. Hop, bularni do'st soniga nech bosh? Soniga 7 bosh bular. Soniga 7 bosh. Bari qo'chqor, Xudo xolasa. Hop, bularda do'st yosh o'yligi qanaqa atrofida? Yosh o'yligiga kelganda, hop, bular 10 oyga to'lib 11-oyga o'tyapti. Bir oy razilsasi bor. 11-oyga qarab o'tyapti, Xudo xolasa. Hop, bularda do'st, hop, endi dastavkalarimiz qanaqa do'st bularda? Dastavkasida Samarqandgacha dastavkasi bor. Samarqandgacha yetkazib berish besplatni. Besplatni. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi, Xudo xolasa Samarqandgacha.
Xo'p, bularda do'st narx-navolari qanaqa endi do'st buni? Narx-navosiga kelsak, Yomg'ir ham rasan xudoyim barakalarni yog'diryapti mana xudo xolasa. Hammamizga barakali bo'lsin. Bularda do'st narx-navosi qanaqa endi? narx-navosiga kelsak, bularni hammasini bir joyga bo'lsa, siz obunachilaringizga 4 million 300 ming so'mdan yetkazib beraman. 4 million 300 ming so'm. Endi bitta narsa bor-da So'hridan. Hop, avvalo shunchalik olib kelibsiz, rahmat. Obunachilar nomidan rahmat aytamiz. Bularda do'st harigi partiya bilan bir oylik raziyasi bor deyapsiz. Albatta. Narxini kelishtirib ayting buni obunachilarga. Qani, bismillahir-rohmanir-rohim. Olganga ham sotganga ham barakasini Alloh bersin. barakasini bersin. Xo'p, Kelishtirib ayting. siz obunachilaringizga 4 million 200 ming so'mdan bir joyga hammasini olisini yetkazib beraman. Endi yo'q, bitta narsa bor-da. Hop, 4 million 200 ming so'mdan hammasi bir joyga ketaveradi. Bir joyga ketaveradi. Ha, ichidan tanlab olish qanaqa bo'ladi buni? Buni ichidan tanlab olish. Tanlab olishdan mana siz obunachilaringizga arzon qo'yaman dedimmi? Hop. Mana uni 4 million 200 ming so'mdan tanlab olishaversinlar. Avvalo Alloh rozi bo'lsin. Bitta narsa bor. Buni obunachilar nomidan bitta so'raymi? Siz so'rib buni narxini tushirib beryapsiz endi. Yo, endi mena xonadoningizga keldim. Odam bittaga qarab yo'q deb berish qiyin misol, to'g'rimi? Buni obunachilar nomidan bitta so'rayman. Endi hoy yoqsa, hoy yoqmasin misol. Qani bir Bitta narsa, so'raymiz. men ham birinchi marta mana videoga olishim, to'g'risiga, va so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, obunachilar nomidan uzr so'raymiz. Hop, buni narxini do'st hammasini bir joyga 4 million so'mdan ketaversa. Xo'p. Mayli, siz obunachilaringiz uchun mana uni 4 million so'mdan hammasi bir joyga bo'lsa beraman. Tanlab olsa 100 ming puylisi bor. Ha, ichidan tanlab olsa, Tanlab olsa 100 ming puylisi bor. 100 ming qo'shib berishadi, xudo xolasa. Albatta. Ha. Bop baraka. Gap yo'q. Otingizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Topganingizga baraka bersin. Obunachilar, video davomida so'zlarimizda, gaplarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, sizlardan oldindan uzr so'ragan holda, bugun xudo xolasa, bu bizi birinchi ish mana shu YouTube'ga qo'yib qo'yishimiz xudo xolasa, sizlardan xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz xudo xolasa. Men yomg'ir sababli mana qo'ylarimiz ham usti ho'l bo'lib, juda nima bo'lib ketdi, ming bor uzraman. Sizlarga hammalaringga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kanalimizda bardavom bo'linglar, xudo xolasa.